Bugungi videoda sizlar bilan premium begovoy doroshka qanaqa bo'lishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda premium so'zini yaxshilab yoyib oladigan bo'lsak, premium degani qimmat degani emas. Premium degani sizga qulaylik beradigan, komfortli bo'lgan mahsulotga tushuniladi yoki servisga tushuniladi. Premium begovoy doroshkaga keladigan bo'lsak, boshqalardan nimasi bilan farq qiladi? Birinchi o'rinda premium begovoy doroshka o'zini qulay bo'lgan, chiroyli bo'lgan dizayni bilan boshqa begovoy doroshkalardan farq qiladi. Odatiy begovoy doroshkalarda qanaqa bo'ladi degan bo'lsanglar, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Odatiy ruchkasi, displeyi hamda o'zini maxsus massajyor apparatlari, bundan tashqari katta ko'rinishda bo'lgan, xuddi shunaqa o'zini yuguradigan yo'lakchasi, ya'ni yuguradigan doroshkasi qismi bo'ladi. Premium modelida qanaqa bo'ladi degan bo'lsanglar, premium modelida ko'rib turganlaringiz dizayni noodatiy uslubda, ixcham yoki qo'pol ko'rinmaydigan uslubda ishlangan bo'ladi. Bundan tashqari monitorlarda ham ortiqcha knopkalar, ortiqcha narsalar bo'lmaydi. Eng kerakli ishlatiladigan minimal uslubda olib qolingan bo'ladi. Hashamatlidan farq qiladi premium. Hashamatli degani knopkasi ko'p, yozuvlari ko'p, hamma narsasi katta trenajyorlarga tushuniladi, lekin biz premiumni aytib o'tayotganimiz uchun premium qanaqa bo'ladi aslida shuni ham ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ko'rganlaridek kerakli tugma o'chirib yoqishga, tezlik uchun hamda nakron uchun mo'ljallangan o'zini jo'stiklari hamda tablosi bo'ladi. Qulayligi nimada deydigan bo'lsanglar, buni ichidagi motori kuchli motor bo'ladi. Amortizatori sifatli amortizator bo'ladi. Bundan tashqari ishlab berish muddati ham qolganlariga nisbatan uzoqroq bo'ladi. Bundan tashqari yig'ganinglarda ham uylarda ko'p joy egallab qo'ymaydigan, masalan, ixcham ko'rinishda yig'iladigan bo'ladi. Bundan tashqari mana bunaqa ko'rinishda bo'lgan sensor ekranliklari ham bor. Asosan premiumlarga shu sensor ekranli begovoy doroshkalar kiradi. Buni qulayligi, buni komforti qanaqa deydigan bo'lsanglar, begovoy doroshkaning ustiga chiqib foydalanayotgan paytinglarda zerikib qolmaslik uchun bemalol bitta kinoni qo'yib olib foydalansanglar bo'ladi yoki bitta serialni qo'yib olib foydalansanglar bo'ladi. Mana o'zining privilegiyatlari bor. Mashq jarayoni zerikarli o'tmasligi uchun bemalol YouTube'ga kirib, o'zingizga yoqadigan serialni, kinoni, podkastni ko'rib olib, ya'ni qo'yib bemalol foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Ham zerikib qolmaysizlar, ham mashq jarayoni ancha mazmunli bo'ladi. Bundan tashqari bu trenajyorimizda, ya'ni umumiy premium trenajyorlarda o'zining maxsus trenerskiy kurslari bo'ladi. Bemalol kirib, ayollarga alohida, erkaklarga alohida bemalol bu kurslarni tanlab, foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. O'zingizga qulayini bemalol qo'yib olasizlar. Bundan tashqari real tabiat manzaralari bor. Misol uchun, qorli joyda yugurish xohlaydi kimdir suvni bo'yida yugurish xohlaydi, bemalol buni qo'yib, zerikmasdan foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Yana bir bitta qulayligi, bu begovoy doroshkalarda moylash, ya'ni servis xizmati ruchnoy bo'lmaydi. Bachoka bo'ladi, bachokaga o'zini ichida chiqargan flakonga moyni quyib qo'ysanglar, kerak payt o'zini o'zi moylab oladi. Sizlarning bitta vazifanglar to'kka tiqasizlar, yoqib ishlatasizlar. 3 oyda bir ishlashingiz qarab 2 oyda bir moyni quyib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlarning xizmatinglarni qiladigan trenajyorlar hisoblanadi. Sizlarga ham shunaqa premium ko'rinishda bo'lgan begovoy doroshka yoki boshqa trenajyorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Power Gym har doim xizmatingizda bo'ladi.